Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Kitob anglashni va kitob o'qishni o'zining kundalik odatiga aylantirgan suyimli do'stlar. Kechqurunlar xayrli bo'lsin. Erkin Sidiq yazmaları 7-qism turmushning muhim soatlari va savoqlari degan kitobimizning biz nimishqa do'stlarga muhtoj degan qismini boshlaymiz. Kitob yozuvchi doktor Erkin Sidiq, ovozda Istanbuldan Layla. Kitob o'qilgan kun 2018-yil 3-dekabr çarşamba. Biz nimishqa do'stlarga muhtoj 2015-yili 11-oyning 13-kuni. Men burunqi bir parcha maqolda do'st tanlashga bilishga tegishli muhim ishlarni bayon qildim. Mazkur maqolda odamning do'sti bo'lishning nima uchun intayin muhimligi ustida to'xtalaman. Jamiyatshunos va faylasuflarning deyishicha, insonlar mohiyat jihatda bir xil ijtimoiy jonliqlar bo'lib, ular to'plashib yashaydigan qilib yaratilgan. Ba'zilarning qarashicha arabcha inson degan so'z hamrohga muhtoj degan yana bir so'zdan kelib chiqqan bo'lib, odamlarning inson deb atilishidagi sabab ularning o'z oldiga ayrim yashay olmaydiganligidan kelib chiqqan. İnsanlar o'zaro munosabat qilishga va bir-biriga hamroh bo'lishga muhtoj. Agar bir odam jamiyatdagi boshqa hech qanday odamlar bilan aloqalashmay, butunlay o'z oldiga ayrim yashamoqchi bo'ldi ekan, u odamning ruhi cho'qim turoqli bo'lmaydi. U cho'qim hozirgi zamon madaniyati va jamiyat ichida yashashga mos kelmaydi. Atrofimizga qarab boqadigan bo'lsak, ijtimoiy munosabatning har xil baldoqlari borligini bayqaymiz. Ba'zi munosabatlar bizning kontrolligimiz ostida emas. Masalan, biz qaysi oilada tug'ilishni o'zimiz tanlay olmaymiz. Ota-onamizni o'zimiz tanlay olmaymiz. Aka, ini va hada singillarimizni o'zimiz tanlay olmaymiz. Ammo boshqa bir qism munosabatlar bizning kontrolligimiz ostida bo'ladi. Masalan, to'y qilgan qiz yoki yigitni biz o'zimiz tanlay olamiz. Bir qism savdoshlarimizni jamiyat bizga ato qilgan bo'ladi. Masalan, biz xizmatdoshlarimizni o'zimiz tanlay olamiz. Biz xizmatdoshlarimizni o'zimiz tanlay olmaymiz. Hamda ular bilan inoq o'tishga va ular bilan birga ishlashga majbur bo'lamiz. Bizning ijtimoiy munosabatlarimiz ichidagi bir muhim kategoriya bizning do'stlarimizdan iborat. Biz do'stlarimizni o'zimiz tanlaymiz. Biz xizmatdoshlarimizni o'zimiz tanlamaymiz. Safarda biz bir avtobusga tushadigan kishilarni biz o'zimiz tanlamaymiz. Ammo biz kimlar bilan do'st bo'lishni o'zimiz bekitimiz. Bizning muqaddas kitobimizda biz do'stlar deb ataydigan shu bir guruh kishilarni muvofiq tanlash to'g'risida muhim bayonlar bor bo'lib, biz o'zimizga do'st bo'lgan kishilarni obdan analiz qilib, muvofiq kishilar bilan do'st bo'lish bizning dinimizning bir qismi. Yuqoridagisi doktor Yasir Qozining so'zlari bo'lib, birinchi mazmunning davomini men bizning diniy ziyolilarimizga qoldirishni muvofiq ko'rdim. Tuanda men oldi bilan nima uchun do'st tanlashda ehtiyotchan bo'lish kerakligining ilmiy asoslarini bayon qilaman. Ondan odamlarning do'stlari bo'lishning zarurligi haqida to'xtalaman. Birinchi, do'stlarni ehtiyotchilik bilan tanlash lozimligining 5 turlik ilmiy asoslari. Birinchi, bu bo'limdagi mazmunni mening oldingi qitim do'st tanlashda bilishga tegishli muhim ishlar degan maqolamning davomi deb tushunsangiz bo'ldi. Dunyoga dangli korxonchilar jurnali Forbes'ning maqola avtori, psixologiya doktori va ruhiyati kuchli kishilar qilmaydigan 13 ish degan kitobning avtori Amy Morgan 2014-yili do'st tanlash haqidagi ilmiy tadqiqot natijalarini xulosab bir parcha maqola yozgan bo'lib, tuanda men shu maqolaning mazmunlarini qisqacha bayon qilib o'taman. Yaqinqi yangi bayqashlarning ko'rsatilishicha, bir odamning o'ziga sodiq do'stlarining bor bo'lishi uning shaxsiy va kasbiy turmushida nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Siz bir cho'ng odam bo'lgan taqdirdami, sizning do'stlaringiz sizning qanday kayfiyatda bo'lish, qanday tafakkur qilish va ish harakatda qanday bo'lishingizga zarur darajada ta'sir ko'rsatadi. Tuandagisi sizning bir qism kishilar bilan sog'lom do'stlik munosabati saqlashingiz kerakligining 5 turli sababi. Birinchi,
Küçlük iradalik do'stingiz sizning o'zini kontrol qilish iqtidoringizni o'stirdi. Agar siz har bir narsalarning qiziqtirishiga taqobil turishda qiynalayotgan bo'lsangiz, sizning o'zini kontrol qilishga nihoyatda mahir do'stingiz sizga yordam qila oladi. Amerikada chiqqan psixologiya ilmiy jurnalining 2013-yildagi bir songa besilgan ilmiy tadqiqot natijasini ko'rsatishicha, o'zini kontrol qilishda ojiz kishilar o'zlarining irodasini chingitishda va o'zini kontrol qilishga mahir keladigan kishilardan yordam so'raydi. O'zini kontrol qilish uzun muddatlik nishonlarni amalga oshirishda kam bo'lsa bo'lmaydigan bo'lg'achqa, bu jihatda kuchli irodaga ega kishilar bilan do'st bo'lish muvaffaqiyat qozonishda halqiliq rol o'ynaydi. O'zini kontrol qilishga mahir kelgan bir do'stingiz sizning o'rinliq ustidan g'olib kelib, bir qism sog'lom odatlarni saqlashingizga turtki bo'la oladi. Ikkinchi, do'stingiz oz bo'lsa, siz iqtisod jihatda bekrak tavakkulchilik qilsiz. Amerikada chiqqan xaridorlar tadqiqoti jurnalining 2013-yildagi bir parcha ilmiy maqolasida ko'rsatishicha, boshqalar bilan ijtimoiy munosabatni oz qilgan kishilar pul xarjlash yoki mablag' selish ishlarida bekrak tavakkulchilik qildi. Bu xil ahvol yolg'izlik his qilgan va boshqalar tarafidan rad qilinganlik tuyg'usiga petib qolgan kishilarda texmo eg'ir bo'ladi. Sizda boshqa bireylar bilan bo'lgan munosabatni uzganda, oilangizdagilar bilan ko'ngilsizlikka uchirganda yoki biror sodada mag'lub bo'lganda paydo bo'ladigan hissiyotlar sizning pul xarjlash odatingizga ta'sir ko'rsatadi. Sizdagi rahatsız kayfiyatlar sizdagi normal ahvol bilan selishtirganda bekrak plansiz ish qilish ehtimolligini o'stirdi. Bu xil ahvol sizning buningdan keyingi iqtisodiy ishlarda oqilona qaror olishingizga to'sqinlik qilishi mumkin. Üçüncü, ijtimoiy taratqularda sizning do'stingiz qancha ko'p bo'lsa, sizning uchraydigan besimmi shuncha ko'p bo'ldi. G'arbdagi bir oliy maktabning tekshirish dokladida ko'rsatilishicha, bir odamning Facebook'dagi do'sti qancha ko'p bo'lsa, u uchraydigan besimmi shuncha kuchli bo'ladi. Tadqiqot natijalarining ko'rsatilishicha, bir odamning ijtimoiy taratqulardagi do'sti qancha ko'p bo'lsa, u odam başqalarını rəncitib qo'yishdan shuncha bek ansiraydi. Shunglashqa Facebook'da narsalarga yangi do'stlarni qo'shishdan burun yuqoridagi ahvollar ustidami azroq o'ylanib qo'ying. 4. Yaqin do'stlari bor bo'lish uzunroq yashashga foydali. Avstraliyadagi bir oliy maktabda elib berilgan ilmiy tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, yoshqa cho'ng kishilarning yaqin do'stlari ko'p bo'lishi ularning uzunroq umr ko'rishiga foydali. Tadqiqotchilar 1500 nafar yashanganlar ustida 10 yil ilmiy tekshirish elib berib, do'sti ko'p kishilarning do'sti oz kishilardan uzunroq umr ko'rish nisbati 22% bo'lganligini xulosalab chiqqan. Boshqa tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, rak kasaliga giribdor bo'lib qolgan kishilar o'zaro yordamlashish guruhlariga qatnashib, uzunroq yashash imkoniyatiga ega bo'lgan kishilarning yaqin do'stlari ulardagi tushkunlik darajasini to'ltib, ularning badanining kasaliga qarshi turish iqtidorini o'stirdi. Demak, do'stlar ba'zi kishiga ortiqcha avarchiqlarni tug'dirib beradigan bo'lsa-mu, sizning yaqin do'stlaringizning bor bo'lishi sizning salomatligingiz uchun nihoyatda foydali. 5. Do'stlar sizning tanlashingizga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Xaridorlar tadqiqoti jurnalida 2014-yili e'lon qilingan bir ilmiy tadqiqot natijasini ko'rsatishicha, do'stlar bir-biriga ruhiy jihatdan yordam qilib, har xil narsalarning qiziqtirishiga taqobil turdi. Hamda shu asosda bir-biri bilan bo'lgan do'stlik munosabatini texmo kuchaytirdi. Ammo do'stlar ba'zida tatıq narsalarni yeyishdek eski ishlardimi bir-biriga turtki bo'lib qolgan ishlarmi bor. Do'stlar sizdan mukammallik talab qilmay turib, o'z ishlaringizni eng yaxshi qilishga turtki bo'la oladi. Ular sizning turmushda bek jiddiylashib ketmasligingizni eskartib turdi. Hamda siz umidsizlikka duch kelgan vaqtlarda sizni yaxshi tarafga rag'batlantirib turdi. Sizning hayotingizda do'stlar kelib ketib turdi. Siz xizmat almashtirsiz, yangi joyga ko'chib borsiz hamda dada yoki apa bo'lsiz.
turmush va aldirash xizmatining ehtiyojlari ba'zida do'stlaringizni eng muhim emas o'ringa tushirib qo'yishi mumkin. Shundaqdimi do'stlaringizning sizning turmushingizda o'ynaydigan rollari ustida qayta o'ylanib beqing. Ularni bek tashlab etmang. Uning sababi do'stlar yolg'iz sizning hayotingizning sifatiga ta'sir ko'rsatib qolmay, uning uzunligiga ta'sir ko'rsatadi.